boshqaruv bo'limi. Bu yoqda biz birinchi navbatda loglarni ko'rishimiz mumkin. Loglar bizga qaysi foydalanuvchi nima ishlar bajarganligini yozib ketadi. Masalan, admin yaratib qo'yadigan bo'lsak, admin ism familiyasi bo'yicha qaysi vaqtda nimani o'zgartirish qildi. Masalan, bo'lishi mumkin rassrochka yaratdi yoki karta biriktirdi, karta bo'yicha to'lovlarni yoqib qo'ydi, o'chirib qo'ydi. Shunga o'xshash hamma qilingan ma'lumotlarni biz bu yoqda chiqarib ketamiz. Bu ma'lumotlarni o'chirib tashlashni va o'zgartirishni iloji yo'q. Keyingi qismi bu filiallar. Biz qo'shimcha filial yaratishimiz mumkin. Bu bizga nima uchun kerak? Qaysi rassrochkamiz qaysi filialdan chiqib ketyapti yoki to'lov qaysi filialga qabul qilinyapti. Ularni umumiy statistika bo'yicha va yoki ma'lumotlarni analiz qilish bo'yicha ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Filial qo'shish uchun qo'shish tugmasi bosiladi. Filial nomi, manzili va ster raqami kiritiladi. Nomi bo'lishi mumkin, do'kon nomiga qilib qo'yishimiz mumkin yoki manziliga nisbatan qilib qo'yishimiz mumkin. Men bu yoqda avtomat deb yozaman. Manzili Toshkent, ster raqamini shunchaki kiritib qo'yaman. Va saqlashni bosadigan bo'lsam, bizga avtomato degan yangi filial qo'shildi. Rassrochka yaratgan jarayonda yoki to'lov qabul qiladigan jarayonda qaysi filialdan rassrochka yaratganini yoki to'lovni qaysi filialga qilganini belgilab ketishim mumkin bo'ladi. Keyingisi rollar qismi. Bilamizki, bizda har xil vazifa bajaradigan xodimlarimiz bor. Masalan, bo'lishi mumkin bizda faqat rassrochka yaratadigan xodim bo'lishi mumkin, faqat skoring qiladigan xodim bo'lishi mumkin yoki to'lovlar bilan shug'ullanadigan alohida kassirimiz bo'lishi mumkin. Va ularga biz ma'lum miqdorda chegara qo'yib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Tizimning qaysidir qismida foydalanishi yoki qaysidir qismida foydalanmasligi mumkin bo'ladi. Buning uchun qo'shish tugmasi bosiladi, rolni nomi kiritiladi. Masalan, men yozib qo'yishim mumkin. Kassir deb yangi rol yaratdim. Bu o'ziga rol yaratildi. Endi men bu yoqdan ichiga ochib kiradigan bo'lsam, rolga nisbatan beradigan funksiyalarimizni qo'shib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Bu yoqda hamma qismi alohida bo'lib chiqilgan. Masalan, profilni tahrirlashga ruxsat berish mumkin, profilni o'zgartirishga ruxsat berishimiz mumkin, tilni o'zgartirishga ruxsat berishimiz mumkin yoki balans bo'yicha operatsiyalarni ko'rishni, balans to'lovlarini tasdiqlashni yoki to'lovlarni umumiysini ko'rishga ruxsat berishimiz mumkin. Agar bizga ruxsat berishimiz kerak bo'lmagan, u mijoz ko'rishni xohlamagan qismlarimiz bo'lmasa, biz shunchaki o'chirilgan holatda qilib qo'ysak bo'ladi. Ko'rib chiqamiz, qaysi qismi bizga kerak bo'lsa shularni yoqib turib bu yoqdan va pastki qismda ko'radigan bo'lishimiz mumkin. Bu funksiyani filial bo'yicha ham yoqib o'chirishimiz mumkin bo'ladi. Qaysi filial uchun dastur beramiz, qaysi uchun bermasligimiz mumkin. Yoqdik, qaysini o'chirib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Umumiyda bizda jarayonlar rollar bo'yicha ishlardan iborat bo'ladi. Va oxirida biz unga hamma rol bo'yicha dasturlarni berganimizdan keyin saqlash tugmasi bosiladi. Va bu rol bizga shu biz bergan qulayliklar bo'yicha, biz bergan imkoniyatlar bo'yicha ishlashi mumkin bo'ladi. Endi buni qaysidir adminga biriktirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Adminlar qismiga o'tadigan bo'lsak, bizga asosiy admin bor. Undan boshqa birorta xodimga login parol ochib berib, shu rolni biriktirib qo'yadigan bo'lsak, u o'zini login parol bilan kirganda biz bergan imkoniyatlardan boshqa vazifalar qolmaydi. Masalan, admin yaratish uchun qo'shish tugmasi bosiladi, bu yoqda nomi kiritiladi, kimligi yoki qanaqa vazifa bajarishi. Bu yoqda ham yozib qo'yaman, kassir deb. Bu qismiga bo'lsa, o'sha adminni ismi yoziladi. Javlon deb yozaman. Familiyasi bo'lishi mumkin. Sharifov. Holati. Agar biz buni faol holatda qo'yib qo'yadigan bo'lsak, u login parolni terib kirganda unga to'liq hamma oynasi ochiladi. Agar bizning u xodimimiz ishdan bo'shab ketadigan bo'lsa, uni rolini, adminligini faol emas holatda qilib qo'yadigan bo'lsak, u login parolni to'g'ri tergan holatda ham bizning tizimga kira olmaydi. Keyingisi parolni kiritamiz. Ikkinchi qismida parolni qayta kiritamiz. Va endi biz yaratgan rol bo'yicha bu yoqqa qo'shib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Bizga asosiy hamma dastur ochilgan admin roli bor va biz cheklovlar qo'ygan kassir rolimiz bor. Men kassirni belgilab qo'yadigan bo'lsam va saqlash tugmasini bosaman, bizga yangi admin yaratildi. Kassir ism familiyasi bor, logini kassir bo'ladi, paroli biz o'zimiz qo'ygan parol bo'ladi. Kirish qismida shu login bilan parolni teradigan bo'lsa, aytgandek, biz bergan faqat dasturlar bo'yicha ishni davom ettirish mumkin bo'ladi. Agar unga qanaqadir qo'shimcha rolga, yana qo'shimcha funksiyalar ochib bermoqchi bo'lsak, kassirlik qismiga kirib turib, unga xohlagan qo'shimcha dasturlarimizni berib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Bu boshqa o'zgarish qilishimiz shart emas.